Kelasi hafta ob-havo qanday bo'ladi? Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna va like tugmasini bosishni unutmang. O'zgidromet 15-22 mart kunlari kuzatilayotgan ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 21-22 martda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-16 martda 3 darajagacha sovuq, 2 daraja iliq. 17-20 martda 2-7 daraja iliq, kunduzi bo'lsa 15-21 daraja issiq bo'ladi. 22 martda 12-17 darajagacha iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 18-22 martlarda ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat 16-22 martda kechasi 8-13 daraja iliqgacha, kunduzi 17-22 darajagacha iliqgacha ko'tariladi. Navoiy viloyati shimolida kechasi 15-16 martda 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. 17-20 martda 2 daraja iliq, kunduzi 15-21 martda esa 10-15 daraja iliq bo'ladi. 22 martda 12-17 darajada iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 18, 19 va 21-22 martlarda ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat 16 martda kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 14-19 daraja iliq. 17 martda kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 14-19 daraja iliq. 18 martda kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq. 19 martda kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 15-20 darajada iliq. 20 martda kechasi 5-10 darajada iliq, kunduzi 17-22 darajada iliq. 21 va 22 martda kechasi 7-12 darajada iliq, kunduzi 17-22 darajada iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Faqat 16 va 20 martda yog'ingarchilik kutilmaydi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 19 va 21-22 martda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat 15 martdan kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. 16 dan 22 martda kechasi 7-12 darajagacha iliq, kunduzi 17 va 22 darajagacha issiq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'lishi mumkin. Faqat 16 martda yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 15 martda 5 daraja sovuq bo'ladi. Kunduzi 15-18 martda 19-22 martda 10-15 darajagacha iliq bo'ladi.